Wow, balu. Wow, til sho'rva. Wow, quyon sho'rva. Wow, kollagen. Wow, baluni bolalari. Butun O'zbekistonda baliq so'zini o'rniga balu so'zini ishlatish juda mashhur bo'lib ketdi. Va bilganlar biladi, O'zbekistonga shu trendni men aynan shu Sharofat Kitchenni balulari bilan tanitdim. Sharofat aka 2019-yilda ayol kishi boshlari bilan ushbu qasr-qusur balu biznesini ochganlar. O'zbekistonda ayol kishi bo'lib turib tavakkal qilib biznes ochishi, undan tashqari odamlarga manfaat tegishi bu juda ham katta hurmatga ega insonlar. Xaridorlari sezoniga qaramasdan rosa ko'p. Homiladorlar bu balularni ko'rganda prosta mazasi qochadi va balu sevuvchilari doim o'chiritdi. Mana shunaqa katta ota-onasidan tashqari balularni kichkina bolalari ham bor va bular dengizdan keltirilgan. Undan tashqari shamollashni bartaraf qiladigan va immunitetni ko'taradigan til va quyon sho'rvalari. Karantin paytida odamlar o'chirit bo'lib turgan, juda ko'p sotilib, odamlarga foydasi va manfaati teggan sho'rvalar va albatta odamlarning suyugini mustahkam qiladigan, ayniqsa yosh kattalarga foydali kollagen. Ushbu mahsulotlarni fanatlari qanchalar sevib va qadrlab iste'mol qilishini ko'rsanglar, ayol kishini haqiqiy kuchi ko'rinadi. Bir ikkita joylarda ko'rdim, bulardan qaytarib mana shunaqa balular qilishga harakat qilishayotgan ekan, lekin mazasi o'xshamagan. Wow, balu. Wow. Xo'sh, Sharofat Kitchen brendiga meni o'ylab shuncha narsa jo'natib yubordilar. Kattakon rahmat. Ushbu videoni balu yesh ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.